Bo'ldi holatini qarang. Polniy shumka qilishayotgan. Даже gaz, tormoz, pedal, rechaklargacha yechib yuborishibdi. Bu polniy shumka bo'lyapti, to'g'rimi? Polniy shumka bo'lyapti. Hozir shumka xizmatidan tashqari yana nima xizmatlar bor aka? Xo'p, programma, bron, tonirovka, shumka, ruskatsiya, любой jam, elektromobillar, любойga ruskatsiya xizmatlari bor. Berasiz. Hozir misol uchun moshina xizmat qilasizmi? Bu ruskatsiya bo'ladi. Bu bron bo'ldi. Bron plyonka bo'ldi, polniy. Buni ruskatsiya qilib berishlaring necha soat vaqt oladi o'zi ruskatsiyaga? 200 soatda bitadi. 200 soatda. Любой mashina ruskatsiya qilib berasiz, jamni xohlasizmi? Yo'q, любой mashina. C16 ni ham. C16 ni ham ruskatsiya qilib beraverasiz. Bo'laveradi. Deparlarga mana bularga ham ruskatsiya xizmatlari bor. Bu ham hozir ruskatsiya bo'lyapti. Polniy. Polniy ruskatsiya. Hozir programmalarigacha qilib beramiz. Sim kartasigacha qilib berasiz. Sim kartasini ichiga qo'yib beramiz. Ichiga qo'yib berasiz, bir xilda ishlaydi. Bir xilda cho'tka ishlayveradi. Shu zo'r ekan. Hozir mana qarang. Programmada nima o'sha ruskatsiya yana nima qilasiz? Jam mashinalarga, motorga, korobkasiga tortishga programmalar bor. Hamma programma. Hamma mashinaga programma bor. Men nomdan kelsa necha foiz chegirma qilib berasizlar? Siz nomingizdan kelsa 100 ming so'mdan programma qilib beramiz. 100 ming so'm. Motor korobkaga. Motor korobkaga. Ruskatsiyaga bas. Yo'q, ruskatsiya kelsa gaplashamiz. Gaplashamiz, arzonroq qilib berasiz. Arzonroq qilib beramiz. Lekin sizlarda o'sha elektrik xizmati, injektor tozalash, shumka izolyatsiya, hamma narsani qilasizlar. Hamma yo'g'i bor. Hamma ishlar bitkazib berasizlar. Ekran telefon nomerlari turibdi. Makon gazetasining oldida kirgilikda like bosib bersa, past Instagram akkauntlari bor. Ukamizni ruskatsiya qilayotgan mashinalarni ko'rasizlar. Bundan tashqari tuning xizmatida mana ukamiz bor. Hamma xizmat ko'rsatishadi. Hamma sohada eng arzonni qilib berishadi. Faqat men nomimdan Makon gazetasining oldida kirgilik, poytaxt oldida